Hozir juda ham shoshilinch xabar. Mana bu Gentamicin degan ukol haqida sizlarga gapiraman. Hozir 7 oylik ayol keldi, emizikli ayol, mastit tashxisi bilan o'zboshimchalik qilib Gentamicin 2 dan 2 mahal ukolini olgan. Chunki eng arzon antibiotik shu deb shu ukolni olgan, 5 kun olgan. Natijada bolasini qulog'i kar bo'lib qolibdi hozir. Mana hozir ko'rikka keldi. Iltimos emizikli ayollar, homilador ayollar va qulog'ida muammosi bor ayollar, quloq nervlarida muammosi bor ayollar iltimos shu Gentamicin ukolini olmanglar. Chunki bu quloqda nervlarida shu eshitish sistemasida kumulyatsiya bo'lish, ya'ni yig'ilish xususiyati bor. Bu quloq nervlarini faoliyatini buzadi. Shuning uchun iltimos video maksimum hammaga foydali bo'lishi uchun reelsimizni tarqatib yuboringlar, hammaga like bosinglar, repost qo'yinglar. E'tiboringlar uchun rahmat. Hammaga foydali bo'lsin va savob bo'lsin. Doktor Zulxumor profiliga obuna bo'linglar va sog'liq bo'yicha eng dolzarb muammolar bilan tanishib borasizlar. Afsuslanmanglar.